إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanolar alamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugun biz 33-cho'ng gunoh, ya'ni kiyinish, yasinish va boshqa jihatlarda ayollarning erlarga, erlarning ayollarga o'xshivilishi haqida to'xtalib o'tamiz. Hozir jamiyatga bir qaraydigan bo'lsak, qanchilgan ayollar erlarga o'xshab kiyinadi. Aqadan qaraydigan bo'lsak, buni er kishi deb o'ylaymiz, ammo oldiga o'tib qaraydigan bo'lsak, buning ayol kishi ekanligi ma'lum bo'ladi. Biz hozir mana shunday bir jamiyatda yashayotimiz. Vaholanki bu jamiyat islom nimasiga umuman to'g'ri kelmaydi. Nima uchun deganda Alloh taolo erlarni er qilib yaratgan, ayollarni ayol qilib yaratgan. Shuning bilan birgalikda er va ayollar o'zining kiyimlari bilan va boshqa so'z, ish, harakatlari bilan bir-birlaridan ajralib turadi aziz qarindoshlar. Sahihul Buxoriyda rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: La'anallohu al-mutashabbihat minan nisa bir-rijal wal mutashabbihina minar rijal bin-nisa deydi. Alloh taolo ayollardan o'zlarini erlarga o'xshatganlarni va erlardan o'zlarini ayollarga o'xshatganlarni la'nat qiladi deydi. Mana bundaq insonlar Alloh taolaning la'natiga uchraydi aziz qarindoshlar. Shuning uchun er kishi o'zining erlik nimasini saqlash kerak, ayol kishi ham xuddi o'zining ayollik nimasini saqlab qolish kerak. Yana bir rivoyatda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: La'anallohu al-mar'ata talbisu labsatar rajul var-rajul yalbisu labsatal mar'ah dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Alloh taolo erkak kishining kiyimini kiyib olgan ayolga la'nat qiladi dedi. Xuddi shuningdek ayol kishining kiyimini kiyib olgan erkak kishiga ham la'nat qiladi dedi. Ming afsuski hozirgi jamiyatimizda mana bundaq insonlarni bakmi ko'p uchratishimiz mumkin. Shuning uchun aziz qarindoshlar, bilmagan insonlar mana bu darsimizni anglagandan keyin o'ziga chiroyli ibrat va vaz nasihat chiqarmoqi lozim. Chunki qandaq bir inson Alloh va uning rasuliga iymon keltiradi ekan,
u inson albatta Alloh va uning rasuli buyurgan ishni qilishi, Alloh va uning rasuli qaytargan ishlardan qaytishi lozim. Aks holda u inson Allohning rahmatiga erisha olmaydi va g'azabiga yo'liqib qolishi mumkin. Hammamiz Allohdan so'raymizki, Alloh hammamizni o'zining hidoyatiga boshlasin, fazli karimi bilan hammamizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lga va o'zi rozi bo'ladigan amallarni qilishimizga muvaffaq aylasin aziz qarindoshlar. Agar ayol kishi erkak kishining kiyimini kiyib olgan bo'lsa, haqiqatan ham bu ayol erkak kishiga o'xshab qoladi. Erkak kishiga o'xshaganligi uchun bu ayol Allohning va uning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning la'natiga uchraydi. Shuning bilan birgalikda bu ayolning agar eri bo'ladigan bo'lsa, eri ayolining mana shundaq yurishiga rozi bo'lib, hech qanday qarshilik ko'rsatmay rozi bo'ladigan bo'lsa, mana bu er ham Alloh va uning rasulining la'natiga uchraydi aziz qarindoshlar. Nima uchun deganda, chunki bu inson ana shu ayolini mana shundaq yo'l, mana shundaq kiyinishlardan va mana shundaq Allohga itoatsizlikdan qaytarmaganligi uchun ana shundaq Allohning la'natiga yo'liqdi. Chunki erkak kishi ayolini Allohning toat ibodatiga buyurishga va Allohga osiylik qilmaslikka buyurishga majbur. Madamiki erkak kishi o'zining oilasini Allohga toat ibodat qilishga, Allohga ibodat qilishga buyurishi lozim. Shuning bilan birgalikda Allohga osiylik qildigan ishlarni hargizmi qilmaslikka, oilasini tavsiya etmog'i va ularga Allohning ahkomlarini yetkazmog'i lozim. Demak, bundan kelib chiqadi ekanki, erkak kishi birinchi bo'lib o'zi islomning ahkomlarini, islomning buyruqlarini, islomning ta'limotlarini oldi bilan o'zi o'rganishi lozim. O'zi o'rgangandan keyin buni ahli ayollariga, bola-chaqalariga yetkazmog'i lozim. Sahobalar xuddi payg'ambar alayhisalomdan mana shu anglaganlarini o'zining bola-chaqalariga, oila a'zolariga yetkazar edi. Shuning bilan o'zi ham amal qilar edi, bola-chaqalari ham amal qilar edi. Ammo hozir qaraydigan bo'lsak, ko'pchiligimiz da'vatlarni eshitamiz, tabliğlarni anglaymiz, ammo anglagan narsani uyga kirib bola-chaqamizga yetkazmaymiz. Bu bizning qilgan bakmi cho'ng xatoyimiz aziz qarindoshlar. Mayli bir hadisni anglaylik, mayli bir oyatni anglaylik, anglagandan keyin darhol mana bu narsani uyga kirgandan keyin bola-chaqalarimizga va qavm qarindosh, urug' tuqqanlarimizga yetkazishimiz lozim. Mana bunda qilganda inson o'zining bo'ynidagi burchini ado qilgan bo'ladi. Buningga payg'ambar alayhisalomning tavandagi hadisi dalil bo'lalaydi. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytganki, kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dedi. Sizlarning hammanglar padachisilar dedi. Va hammanglar o'zinglarning padanglari haqida so'rilasizlar dedi. Shuning bilan birgalikda varrajulu ra'in fi ahlihi. Erkak kishi o'zining oilasining padachisidir. Va mas'ulun anhum yawmal qiyamah dedi. Va qiyomat kuni oilasi haqida savol so'roqqa tortiladi dedi payg'ambar alayhisalom. Erkak kishi o'zining oilasi haqida savol so'roqqa tortiladi. Men o'zim o'qisam bo'ldi, men o'zim roza tutsam bo'ldi, men o'zim namoz o'qisam bo'ldi, men o'zim toat ibodat qilsam bo'ldi emas, o'zimiz toat ibodat qilish bilan birgalikda oila a'zolarimizni, bola-chaqalarimizni, do'st yor birodarlarimizni, qavm qarindoshlarimizni ham mana bu Allohning rahmatiga, Allohning hidoyatiga da'vat qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. Bir oilaning boshlig'i oilasidan mas'ul, bir shirkatning boshlig'i qo'l ostida ishlaydigan insonlardan mas'ul,
va bir shaharning boshlig'i, shahar xalqidan mas'ul, bir yeza, bir kentning boshlig'i ana shu kentdagi, yezidagi insonlardan mashg'ul va davlat rahbari va davlatningki podshosi ana shu qo'l ostidagi insonlar ustidan savol so'roqqa tortiladi aziz qarindoshlar. Hattoki biz buni shunday ham bakmu yaxshi bilamizki, Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, Furat vodiysida bir eshakning tuti mitkot bo'lib ketsa, qiyomat kuni Alloh taolo, "Ey Umar, nima uchun mana shu yo'lni sen tuzlab qo'ymading, o'ngshab qo'ymading?" deb mendan so'raydi degan. İnsanlar u yoqda tursin, hattoki ana shu insonning qo'l ostidagi hayvonlar ham zulm chekib qoladigan bo'lsa, hayvonlarga azor yetib qoladigan bo'lsa, ana shunga mas'ul inson javob beradi. Bizning dinimiz mana shunday go'zal, mana shunday oliyjanob bir din aziz qarindoshlar. Ming afsuski biz buning qadriga yetmayapmiz. Kunimiz g'aflatda o'tib ketyapti. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana shunday dedi ekanki, "Agah bo'linglar" dedi. Ayollarga itoat qilgan chog'ning o'zida kishilar halok bo'ladi dedi. Agah bo'linglar, bilib qo'yinglarki dedi. Kishilar halok bo'ladi qachonki ular ayollariga itoat qilsa dedi. Shuning uchun ayollar ham o'zi bilish kerak. Alloh taolo kishilarni ayollarning ustidan bir daraja ustun qilib yaratib qo'ydi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalalloh dedi. Erkak kishilar ayollar ustidan ayollarga ko'ra erkaklarningki darajasi ustundir dedi. Shuning uchun ayol kishi albatta eriga itoat qilishi lozim. Erkak kishi ham o'zi bilish kerak. Men boshliqman-ku deb xohlagancha ayoliga zulm qilishga bo'lmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, ayolinglarga istawsu bin nisa'i khayran dedi. Ayollarga bakmi chiroylik vaz nasihat qilinglar. Bakmi chiroylik da'vat tabliq qilinglar dedi ayollarga. Chiroylik tushuntirishimiz lozim. Chiroylik tushuntirish uchun birinchi o'zimiz ana shu narsani chiroylik tushunishimiz lozim. Hasan Basri rahmatulloh alayh, biz bu kishini bilamiz, katta bakmi cho'ng olim va valilik darajasiga yetgan insonlarning biri. Mana bu zot aytdi ekanki, "Vallahi" deydi. Alloh bilan qasam deydi bu kishi. "Ma asbahal yawma rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwi illa kabbaha Allahu ta'ala fin-nar" dedi. Alloh bilan qasamki, qandaq bir kun erkak kishi o'zining ayolining havoyi havasiga bo'ysunadigan bo'lsa, Alloh taolo u kishini dum yotqizgan holatda do'zaxga tashlaydi dedi. Alloh taolo u kishini dum yotqizgan holatda do'zaxga tashlaydi dedi. Ayollarga islomda bakmi cho'ng, bakmi katta bir maqom berilgan. Vaholanki ular jahiliyat davrida bakmi xor, bakmi e'tiborsiz, bakmi ahamiyatsiz bir inson, hattoki insondan bakmi tavan, hayvondan ham tavan darajada yashaydi. Chunki qandaq bir oilada qiz tug'ilsa, u oilaningki obro'yi, e'tibori, mansabi yer bilan yakson bo'lib ketar edi. Ammo o'g'il tug'iladigan bo'lsa, u oila bakmi xursand bo'ladi, u oilaning martabasi bakmi ustun bo'lib ketadi. Mana bundaq igizpas nizomlarni islom hokimiyati kelib barobar qilib qo'ydi. Erkaklar ayollarni mana bundaq qulluq tuzumlardan qutqizib buyuk bir maqomga erishtirib qo'ydi. Hattoki Alloh taolo Qur'oni Karimda qandaq bir solih amalni mayli u erkak bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, hech qandaq kamaytirmasdan savob beriladi dedi.
bir yaxshi ishni mayli erkak kishi qilsin va yoki ayol kishi qilsin, uningga o'pma o'xshash savob beriladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun aziz onajonlarimiz ham mana bu Allohning hukmiga itoat qilgan holatda erlariga itoat qilishi lozim. Erkak kishi ham mana bu huquqni berilgan deb bu huquqni noqonuniy ravishda, shar'iy bo'lmagan ravishda ishlatishga bo'lmaydi. Islomning chegarasidan, qonun doirasidan chiqmagan holatda ayolini boshqarishi lozim aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida mundaq deydi: ikki turlik do'zax ahli bor dedi. Men ularni ko'rmadim dedi. Yana ikki turlik do'zax ahli bor, men ularni ko'rmadim dedi. Bir turligi bo'lsa erlardan iboratdir dedi. U qandoq erlar deganda, qo'lida kalining quyruqidek qamchilarni ko'tarib olgan, mana bu qamchilar bilan insonlarni uradigan erlar dedi. Mana bular do'zax ahlidan dedi Payg'ambar alayhisalom. Va halanki mana bundaq qamchi bilan uradigan ish hozir bo'lmasa ham, buning boshqacha yo'llari bilan zulm ko'rsatilgan ish hala davom qilib kelmoqda aziz qarindoshlar. Bu oldingi qulluq tizimida bor edi, buni bu qamchi bilan uradigan, insonlarni qamchi bilan urib ishga soladigan degan narsalar kallamizga kelishi mumkin, xayolimizga. Ammo hozirgi zamonda ham mana shuningga o'xshagan insonlar bor, ammo zulmningki shakli, ko'rinishi boshqacharoq. Mana bunda qo'limda huquq bor, menga hech kim tankilanmaydi, menga hech kimning gapi o'tmaydi deb boshqa insonlarni kamsitib, urib zulm qilishga bo'lmaydi. Yana bu do'zax ahlidagi insonlarning yana biri deydi Payg'ambar alayhisalom: nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilat dedi. İkinci bir türü bu do'zax ahlidagi insonlarning ikkinchi bir turi ayollardan iborat dedi. Ular kiyim kiygan, ammo yalang'ochdurlar dedi. Kasiyatun ariyat. Ular kiyim kiygan, ammo yalang'ochdurlar. Yani bu kiyimler nihayetimi nefis, nihayetimi ingichka bo'lganligi uchun badanining bütün a'zolari ko'rinib turdi. Hozir qaraydigan bo'lsak, mana bunga o'xshagan insonlar bakmi ko'p jamiyatimizda. Bütün ba'zi a'zolarni ochib olgan, bu mening hurlikim, erkinlikim deydi-da, yaratib qo'ygan, ash insonni yaratib qo'ygan Alloh taologa zarrachilik shukronlar ado qilmaydi. Allohdan tab tortmaydi. Mana bu dunyodagi insonlardan ham tab tortmaydi. Hayo, nomus degan narsaning nimaligini bilmaydi aziz qarindoshlar. Meni badanimni shunday chiroyli qilib yaratib qo'ydi, men buni namoyanda qilishim kerak, ko'rsatishim kerak deydi. Vaholanki Alloh taolo buni ko'rsatish uchun yaratmadi. Ko'rsatishing mumkin o'zingga halol bo'lgan insonlarga. O'zingningki nima bo'lgan insonlarga ko'rsatishing mumkin. Yotlarga, begonalarga buni sen ko'rsatishga hech qanday haq va huquq berilmadi islom dinida aziz qarindoshlar. Aziz onajonlar, yaxshilab o'ylab ko'raylik. Dunyomiz 4 kunlikdir. 60 yoshgacha, 70 yoshgacha yashaymiz deydiganga hech kimning qo'lida garanti xeti yo'qdir. Bir lahzadan keyin o'lishimiz mumkin, bir kundan keyin o'lib qolishimiz mumkin, bir yildan keyin o'lib qolishimiz mumkin, tavba istig'for qila olmay ketib qolishimiz mumkin. Alloh asrasin. U holda bizning holimiz xarob bo'ladi. Mana shu qiyomatda insonlar: "Ey Allohim, bizni hayoti dunyoga bir uvatgin, qayta uvatgin. Biz kech-kunduzlab sana taat ibodat qilaylik, zarrachilik ham gunoh, ma'siyat ishlamaylik ey Allohim" deb Alloh taologa yalvardi. Ammo u kunda qilingan tavbaninki insonga hech qanday foydasi yo'q aziz qarindoshlar. Mana bundaq ayollar chochlarini boshlariga yo'g'on qilib yo'g'ib olib, yo'llarda nihoyatda naynaqlab, har xil kibrlar bilan, har xil hakovirlik bilan, har xil nimalar bilan
boshqalarni mansitmagan holda, boshqalarni ko'zga ilmagan holda mana shunday mangadigan ayollardir deydi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom. Ularning sochlari to'gining lokisiga o'xshab boshlarida gildan o'tib yuradi deydi. Mana bundaq ayollar la yadkhulnal jannata. Mana bundaq ayollar jannatga kirmaydi aziz qarindoshlar. Va la yajidna rihaha dedi. Bu jannatning xush puroqlarini ham turiy olmaydi bundaq ayollar, bundaq insonlar dedi. Va inna rihaha la yujadu min masirati kaza va kaza dedi. Vaholanki jannatning xush puroqlari qanchalagan uzoq yerlardan keladi dedi. Shundaq kelayotgan bo'lsa ham mana bundaq insonlar jannatning xush puroqlarini purashdan ham mahrum qiladi. Jannatga kirish aslo yo'q. Uning xush puroqlari qanchalagan uzun, qancha ming kilometrlagan uzun yo'llardan keladi jannatning xush puroqlari. Ammo boshqa insonlar puriy oladi. Mana bundaq ikki toifadagi insonlar jannatning puruqini ham puriy olmaydi dedi. Vaholanki mana shundaq insonlar jamiyatimizda to'lib toshgan aziz qarindoshlar. Alloh barchamizga o'zi mehribon, mehr shafqat qilsin. Alloh hidoyatidan ozdirmasin. Shuning bilan birgalikda ayollarning mana bundaq la'natga uchrashiga sabab bo'ladigan yana boshqa bir ish harakatlari, fe'llari ham bor aziz qarindoshlar. Ulardan biri ayollar o'zining zebi ziynatlarini namoyanda qilib, namoyish qilib yurishlari, oltinlarini, marvoyitlarini ko'z-ko'z qilib mana shu insonlarga ko'rsatib, mengishlari ham Allohning la'natiga uchraydigan amallardan biridir aziz qarindoshlar. Shuning bilan birgalikda ko'chaga chiqqanda mushka ambarlarni, atirlarni, xushpuroq narsalarni o'ziga seçib, chochib, boshqalarni o'ziga jalb qilib, mana shundaq mangadigan ayollar ham Allohning la'natiga uchraydi. Mana bu amallarning hammasi Allohning g'azabini keltiradigan amallardir. Mana bundaq ishlarni kimki qiladi ekan, u inson dunyo va oxiratda Allohning g'azabiga yo'liqadi. Shuning uchun qaraydigan bo'lsak, mana bundaq amallarning ko'pchiligi ayollarda sodir qilinadi aziz qarindoshlar. Bu haqda shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom ayollar haqida aytdi ekanki, ittala'tu 'alan nari fara'aytu aksaru ahluha an-nisa. Menga do'zax ko'rsatildi dedi payg'ambar alayhisalom. Qarasam do'zaxdagi insonlarning ko'pchiligi ayollardan tashkil topgan ekan dedi. Do'zax ahlining ko'pchiligi ayollardan tashkil topgan ekan. Xuddi buning aksi jannat ahlining ko'pchiligi kambag'al, miskin, bechoralardan, g'arib, bechora, miskinlardan tashkil topgan aziz qarindoshlar. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom duolarida ey Allohim, meni miskinlar bilan birga hashr qilgin deb duo qiladi. Meni miskinlar bilan birga barobar qilib turg'izgin qiyomatda deb duo qilgan payg'ambar alayhisalom. Vaholanki hozirgi dunyoda kambag'allarning, miskinlarning hech ham obro'yi yo'q insonlar qatorida. Ammo bu insonlar oxiratda agar u hayotiy dunyoda Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilib, qaytargan ishlaridan qaytib, halol haromning farqiga borib yashab, hayotiy dunyodan o'tib ketadigan bo'lsa, mana bu insonlar oxiratda eng aziz, eng mukarram maqomlarga, darajalarga erishadi aziz qarindoshlar. Biz kambag'allarni, miskinlarni, yetimlarni, beva bechoralarni yomon ko'rmasligimiz lozim. Ularga mehr shafqat ko'rsatishimiz, qo'limizdan kelgancha yaxshi ishlarni qilishimiz lozim aziz qarindoshlar. So'zimning oxirisida payg'ambar alayhisalomning mana bu hadisi bilan darsimni tugatmoqchiman. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida aytdi ekanki, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa." Yana er kishilarga ayollardan ham yomonroq bir fitnani qoldirib ketmadim men dedi. Mana bu hayotiy dunyoda er kishilarning eng cho'ng fitnasi ayollardan iborat aziz qarindoshlar.
mana shu jamiyatdagi onalarimizga, opa-singillarimizga, ayollarimizga Alloh taolo insof, hidoyat, tavfiq bersin. Ana shularni hidoyatga boshlasin. Alloh taolo ham bizlarni ana shu ayollarning fitnasidan o'zi asrasin. Shuning bilan birgalikda Alloh taolo bizlarni ham, ayollarni ham hammamizni o'zining fazli karimi bilan isloh qilsin aziz qarindoshlar. Agar Alloh isloh qilmasa, biz o'zimizni o'zimiz isloh qila olmaymiz. Alloh hidoyatga boshlamasa, biz hidoyatga boshlay olmaymiz. Alloh bizni do'zax o'tidan saqlab qolmasa, biz o'zimizni o'zimiz do'zax o'tidan saqlab olmaymiz. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu 4 kunlik dunyoda solih amallarni qilib, Allohni xursand qilaylik, Allohni rozi qilaylik. Allah bizning qilayotgan amallarimizga ehtiyoji yo'q. Namoz o'qishimizga, roza tutishimizga va boshqa amallarni qilishimizga Allohning hech qanday zarrachilik ham ehtiyoji yo'q. Ammo bularning hammasi o'zimiz uchundir aziz qarindoshlar. Biz o'zimizning oxiratligimiz uchundir. Yaxshi bilan yomonni ayirish uchun Alloh taolo mana shunday ishlarni belgilab qo'ydi. Shuning uchun Alloh buyurgan ishlarni qilishga, Alloh qaytargan ishlardan qaytishimizga Alloh hammamizni muvaffaq qilsin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr, aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول